Assalomu alaykum hammaga. Biza navbatdagi ko'mir ko'taruvchilar xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz Gulland ekan, Shangli mahallasi, Guliston deb aytiladi ekan. Bog'chani yonida, yana bu eldimizda bog'cha, uglovoy joy. Bu xonadonimiz bizga bir 15 kanaldan murojaat etdi. Shu xonani atablini o'tarib berdi. Bugun xudo xolasa bitirib topshirdik. Bu xonadonimizga noviki ketgan bo'lsa, hamma o'zlarimiz bilan olib keldik. Bu xonadonimizga 8 yere, 7 yere batareya qo'yildi. Bir to'pli pollarında 8, общий jami 10 tochka bo'ldi. Bu xonadonimizga 31 million so'm pul chiqdi. Hamma o'zlarimizdan bo'ldi. Kimga shuningdek atobliniyalik xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni ayamasangizlar, ishlatib chiroyli atoblinlarni ko'rsatib boraveramiz. Bu xonadonimizga asosiy demir sistemadan o'tardik. Ishlatib qo'rg'alarni qo'yib, qo'rg'asini har birisi 75 ming so'mlik. Her bir qo'ygan batareyamiz nasib bir bo'kasi 75 ming so'mdan 1.8 kvadrat qizdiradi. Endi inshora to'pli pollarni ulab beradilar endi. Hozir shu ishlari qoldi endi. Onam keyin aytdilar-da, keyin qo'shdilar shunga. Inshorada qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Kimga shuningdek atobliniyalik xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Inshorada qo'ldan kelgancha akkurat etib ishlaymiz, xudo xolasa. Yana nalarni qo'yilishi, batareyalarni. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sizlarga endi o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan teplo shavat kotelini ko'rsatib o'tsam. Yana ortgan vejlar, yana batareya, yana 45 tane batareya ortdi. Qolgan batareyalar yana xudo xolasa ishindatib qaytarib olib ketamiz yana. Yana sizlarga kotellarimizni ko'rsatib o'tsak, kotelimiz teplo shavat 91 dan 425 83 87 telefon nomerlarimiz. Kotelimizni ishlash jarayoni yana 60 gradusda turibdi yana. Baqina ag'a ish kotelni ham bir ozgina gaplaversangiz. Hammasi normalniy qizdimi? Hammasi normalniy qizib turibdi. Ustalarga da rahmat, Temurbekka rahmat. Temurbekning atasına da rahmat. Mana kelib ko'ringlar hammasanglar. Endi shu aytilgan vaqtda bitirib berdimmi yana? Aytgan, shu sekund bitdi, hech kiresi yo'q, kamiz. Yana hamyurtlar ko'rib tursalar, insha atabliniyaga 1 yilcha garantiya, nov kamisi bo'lsa, bemalol murojaat etaverasiz. Rahmat. Sizlarga hech jalb yo'q. Xudo xolasa yana hamyurtlar ko'rib tursalar, men Realme nov bo'lsa borichalik ko'rsataman. Yana hozir kotelimizni ishlash jarayoni, ichida hozir boshda jo'q qolmagan endi. Shuni bilan bu yerdagi ishlarimiz ham o'z yakunina yetdi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarga bog'lanaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.